Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, har bir ota-onaga va kelajakda pensiyaga chiqishni o'ylayotgan fuqaroga tegishli masalani tushuntirib beraman. So'nggi paytlarda odamlar orasida endi hammaga pensiya berilmaydi. Ishlagan bo'lsang ham pensiyasiz qolishing mumkin. Pensiya jamg'armasi yangi izoh berdi degan gaplar ko'paydi. Kimdir vahimaga tushyapti. Kimdir men 20 yil ishlaganman, menga nima bo'ladi deb xavotirda. Kimdir esa hali yosh bo'lsa ham kelajakda men pensiya olamanmi deb o'ylayapti. Bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya masalasi faqat keksalikdagi pul emas. Bu sizning bugungi ish joyingiz, rasmiy daromadingiz, mehnat daftarchangiz, soliq to'lovlaringiz va hujjatlaringiz bilan bog'liq. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak, xatolarga qanday yo'l qo'ymaslik kerakligini birma-bir aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning huquqini himoya qilishga yordam beradi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Hamma pensiyasiz qoladimi? Yo'q, bunday emas. Lekin pensiya olish uchun qonunda belgilangan talablar bor. Eng muhim talablar ikki narsaga borib taqaladi. Pensiya yoshiga yetish va kerakli mehnat stajiga ega bo'lish. Shuningdek, oxirgi yillarda rasmiy ishlash, ijtimoiy soliq to'lanishi ish davrlari elektron tizimlarda aks etishi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oldin ko'pchilik odamlar mehnat daftarcham bor, tamom pensiya tayinlanaveradi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ilgari mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Korxona muhr bosgan, buyruq raqami yozilgan, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya tayinlashda shu ma'lumotlar o'rganilgan. Ammo amaliyotda juda ko'p muammolar chiqa boshladi. Ba'zi korxonalar yopilib ketgan, arx hujjatlari yo'qolgan, mehnat daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri to'ldirilgan, muhr o'qilmaydi, buyruq raqami tushunarsiz, odam ishlagan. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. Natijada pensiya chiqish vaqtida fuqaro men ishlaganman deydi. Tizim esa hujjat qani deb so'raydi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy maqsadi shuki, pensiya faqat og'zaki gap bilan emas, hujjat va elektron ma'lumotlar bilan tasdiqlanishi kerak. Ayniqsa yangi davrda ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'laganmi, mehnat shartnomasi rasmiy tuzilganmi, ish haqi hisobotlarda ko'rsatilganmi, bular juda muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun pensiya bo'lmaydi degan gapning ortida ko'pincha bitta ma'no yotadi. Agar odamning yetarli staji bo'lmasa yoki stajini tasdiqlaydigan hujjat bo'lmasa, to'liq yoshga doir pensiya tayinlanmasligi mumkin. Lekin bu ham umuman hech narsa olmaydi degani emas. Qonunchilikda ayrim hollarda nafaqa, ijtimoiy yordam kam ta'minlanganlik asosidagi qo'llab-quvvatlash kabi mexanizmlar bo'lishi mumkin. Ammo yoshga doir mehnat pensiyasi uchun albatta belgilangan shartlar bajarilishi kerak. Men bugun aynan mana shu nozik farqni tushuntirmoqchiman. Pensiya boshqa, ijtimoiy nafaqa boshqa. Odamlar ko'pincha bu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya olishda odatda 3 ta savol tekshiriladi. Yoshingiz yetdimi? Ish stajingiz yetarlimi? Stajingiz hujjatlar bilan tasdiqlanadimi? Shu 3 ta savolning bittasida muammo bo'lsa, pensiya tayinlash cho'zilishi, miqdori kamayishi yoki ayrim holatda rad javobi kelishi mumkin. Masalan, birinchi misol, Akmal aka 60 yoshga to'ldi. U 25 yil davomida zavodda, keyin qurilish tashkilotida rasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor, korxonalar hisobot topshirgan. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar mavjud, ijtimoiy to'lovlar aks etgan. Bunday odam odatda vahima qilmasa bo'ladi. Albatta hujjatlarni tekshirtirib olish kerak, lekin umumiy ma'noda uning pensiya olish huquqi bor. Muammo faqat ayrim yillar bo'yicha arxiv ma'lumotini tiklash. Ish haqi ma'lumotnomasini aniqlashtirish kabi texnik masalalarda bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilfuza opa 25 yoshga yaqinlashdi. U 10 yil maktabda ishlagan, keyin 15 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan. Keyin 5 yil xususiy do'konda sotuvchi bo'lgan. Lekin do'konda ishlagan davrida unga mehnat shartnomasi tuzilmagan, ish haqi qo'lga berilgan, soliq to'lanmagan. Endi u o'ylayapti, men ham ishladim-ku, nega stajga kirmaydi? Mana shu joyda asosiy muammo paydo bo'ladi. Agar ish rasmiy bo'lmasa, uni pensiya staji kiritish juda qiyin. Guvohlar bilan hamma narsani isbotlash mumkin deb o'ylash noto'g'ri. Ayrim davrlar bo'yicha sud orqali isbotlash imkonlari bo'lishi mumkin.
Lekin bu oson jarayon emas. Hamma holatda ham natija kafolatlanmaydi. Uchinchi misol. Rustam 35 yoshda u yaxshi pul topadi, lekin hech qayerda rasmiy ishlamaydi. U ustachilik qiladi. Kuniga 300 ming, ba'zan 500 ming so'm topadi. Hozir pensiya haqida o'ylash kerak deydi. Lekin 25 yil o'tib pensiya yoshiga kelganda u muammoga duch kelishi mumkin. Chunki pul topgani boshqa, rasmiy staj yig'ilgani boshqa. Agar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmasa, soliqlarni qonuniy tartibda to'lamasa, daromadini rasmiylashtirmasa, kelajakdagi pensiya huquqiga zarar yetadi. Bugun naqd pul yaxshi ko'rinadi, lekin ertaga hujjat so'ralganda men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. 4-misol. Madina 28 yoshda xususiy klinikada ishlaydi. Ish beruvchi unga rasmiy ishga olsam oyliging kamayadi. Soliq to'lash kerak bo'ladi. Yaxshisi shunday ishlayver deydi. Bu gap ko'pchilikka tanish. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Bugun oylikdan ozgina ushlab qolinishi sizga yoqmasligi mumkin. Ammo rasmiy ish sizga mehnat staji, ta'til, dekret, kasallik varaqasi, kredit olish imkoniyati va eng asosiysi pensiya huquqini beradi. Norasmiy ish esa bugun qulay, ertaga xavfli. 5-misol. Sobir aka 15 yil kolxozda ishlagan, keyin kolxoz tugatilgan. Hujjatlar qayerdaligi noma'lum. U pensiyaga chiqish arafasida. Bu holatda darhol hududiy arxivlarga, sobiq korxona hujjatlari topshirilgan tashkilotlarga, tuman hokimligi arxiv bo'limlariga murojaat qilish kerak. Ba'zan odamlar oxirgi oyda yugurishni boshlaydi. Bu noto'g'ri. Pensiyaga chiqishga kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil qolganda hujjatlarni tekshirtirish kerak. Chunki arxivdan javob kelishi vaqt oladi. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayrim yozuvlarni solishtirish kerak bo'ladi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, ko'p yil norasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlar chalkash bo'lganlar. Uchinchidan, ishlagan, korxonasi yopilib ketganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlagan, lekin u davrni qanday tasdiqlashni bilmaydiganlar. Beshinchidan, yoki tartibdagi tadbirkor bo'lgan, lekin to'lovlarni muntazam qilmaganlar. Oltinchidan, o'zini o'zi band qilgan bo'lsa ham, ro'yxatdan o'tish va to'lov tartibini to'liq tushunmaganlar. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlagan, mehnat shartnomasi bo'lgan, ish beruvchisi hisobot topshirgan. Elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlari chiqqan, ijtimoiy soliq to'langan fuqarolar. Lekin tinch bo'lish degani hech narsani tekshirmaslik degani emas. Hozir har bir odam o'zining stajini, ish davrlarini, oylik ma'lumotlarni oldindan ko'rib chiqish kerak. Endi eng ko'p savol tug'diradigan holatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, hamma ish davri ham avtomatik ravishda pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Masalan, odam biror joyda amaliyot o'tagan bo'lishi mumkin. Lekin u mehnat shartnomasi asosida ishlamagan bo'lsa, ish haq olmay qolsa, bu davr staj sifatida tan olinmasligi mumkin. Yoki odam tanishining do'konda yordam bergan, lekin rasmiy ishga olinmagan bo'lsa, buni keyin isbotlash qiyin. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xato yozuvlar. Masalan, ishga kirgan sana 1918 yil deb yozilgan, ishdan chiqqan sana 1917 yil bo'lib qolgan. Yoki korxona nomi noto'g'ri yozilgan, yoki muhr boshqa tashkilotniki. Bunday xatolar pensiya tayinlashda savol tug'diradi. Bu oddiy xato-ku deyishingiz mumkin, lekin tizim uchun har bir yozuv muhim. Shuning uchun hozirning o'zida da mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Agar xato bo'lsa, sobiq ish beruvchi orqali tuzatish, arxiv hujjatlari bilan tasdiqlash yoki tegishli tartibda aniqlik kiritish kerak. Uchinchi nozik jihat, ayollarda bola parvarishi davrlari. Ko'pchilik onalar, men uyda bola boqqanman, bu stajga kiradimi deb so'raydi. Qonunchilikda bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar pensiya hisobida inobatga olinishi mumkin. Lekin buning ham o'z tartibi, chegarasi va hujjatlari bor. Bola tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, buyruqlar, ta'til hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun onalar o'z davrlarini oldindan aniqlashtirishi zarur. Hamma bolali ayolga avtomatik staj qo'shiladi deb o'ylash ham noto'g'ri. Umuman qo'shilmaydi deb vahima qilish ham noto'g'ri. To'rtinchi nozik jihat, chet elda ishlash. Ko'p yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Agar u yerda rasmiy ishlagan, mehnat shartnomasi bo'lgan, tegishli to'lovlar qilingan bo'lsa, xalqaro kelishuvlar va hujjatlar asosida ayrim davrlar ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, faqat pul yuborgan bo'lsa, bu pensiya stajini tasdiqlamaydi. Bank orqali pul o'tkazmalari daromad borligini ko'rsatishi mumkin,
Lekin mehnat staji uchun alohida hujjatlar talab qilinadi. 5-nozik jihat tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik men patent olganman, men ITT bo'lganman, men soliq to'laganman deydi. Bu yaxshi, lekin qaysi davrda, qanday tartibda, qaysi to'lovlar amalga oshirilganini tekshirish kerak. Ba'zi odam ITT sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin faoliyatini to'xtatganini rasmiylashtirmagan. Boshqasi esa ro'yxatdan o'tgan, lekin to'lovlarni muntazam qilmagan. Pensiya masalasida ro'yxatdan o'tishning o'zi emas, qonunda belgilangan majburiy to'lovlar va ularning davri muhim bo'ladi. 6-nozik jihat ish haqi miqdori pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Odamlar ko'pincha faqat staj haqida o'ylaydi. Lekin pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi, to'lovlar, belgilangan hisoblash tartiblari ham ahamiyatli. Masalan, ikki odamning staji bir xil bo'lishi mumkin. Biri 25 yil minimal oylik atrofida rasmiy ish haqi olgan, boshqasi esa yuqoriroq rasmiy oylik olgan. Ularning pensiya miqdorida farq bo'lishi tabiiy. Shuning uchun ish beruvchi sizga rasmiy hujjatda 1 million so'm ko'rsatib, qolganini konvertda bersa, bu bugun yaxshi ko'ringani bilan kelajakda pensiyangizga zarar yetkazadi. 7-nozik jihat. Mening qo'limda mehnat daftarcham bor degani yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuvlar shubhali bo'lsa, arxiv tasdig'i so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlaganlar uchun bu muhim. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan bir tashkilot bir necha marta nomini o'zgartirgan bo'ladi. Masalan, avval avtokorxona Ingek bo'lgan, keyin transport servis bo'lgan, keyin xususiylashtirilgan. Bunday holatda hujjatlarni topish vaqt oladi. 8-nozik jihat. Pensiyaga chiqish sanasini o'tkazib yubormaslik. Odam pensiya yoshiga yetgach hujjatlarni topshiradi. Agar u kechiksa, tayinlash sanasi va to'lovlarda ayrim tartiblar bo'lishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Pensiya yoshiga 6 oy qolganda tayyorgarlikni boshlang. 3 oy qolganda asosiy hujjatlar tayyor bo'lsin. Yoshga yetgan kuningizga yaqin murojaat qiling. Chunki oxirgi haftada hujjat qidirish asob, vaqt va pul yo'qotishga olib keladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, uni boshidan oxirigacha ko'rib chiqing. Har bir ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi, lavozim, buyruq raqami, muhr bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan 2005 yilda ishga kirgansiz, lekin ishdan chiqqan sana yozilmagan bo'lsa, buni hozirroq aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir davlat xizmatlari MyPoytog'ib.uz, soliq organlari tizimlari, mehnat organlari elektron bazalari orqali ayrim ma'lumotlarni ko'rish imkonlari bor. Elektron mehnat daftarchangizda ish davrlari aks etganmi? Ish beruvchi sizni rasmiy kiritganmi? Buni bilib oling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz. Kadrlar bo'limida mening mehnat shartnomam elektron tizimga kiritilganmi deb so'rang. Bu savoldan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. 3-qadam, ish beruvchidan rasmiylikni talab qiling. Agar siz hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Agar u keyin qilamiz, hozircha kerak emas, sen yosh bo'lsang desa, bilingki zarar sizga bo'ladi. Ish beruvchi bugun soliqdan qochishi mumkin, lekin ertaga pensiya yoshida siz hujjat qidirasiz. Rasmiy ish haqi, mehnat shartnomasi, ta'til, kasallik varaqasi, dekret va pensiya huquqi birga bog'liq 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjat yig'ing. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Murojaatda familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingizni yozing. Agar qo'lingizda eski buyruq nusxasi, ma'lumotnoma, ish haqi varaqasi, guvohnoma, kasaba uyushmasi bileti, harbiy xizmatdan keyingi ishga joylashish hujjati bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Arxivlar ko'pincha aniq ma'lumot berilganda tezroq topadi. Men bir zavodda ishlaganman, qaysi yil esimda yo'q desangiz qidiruv qiyinlashadi. 5-qadam, tug'ilganlik, nikoh, familiya o'zgargan hujjatlarni tayyorlang. Ayniqsa ayollar uchun bu muhim. Masalan, mehnat daftarchasida qizlik familiyasi yozilgan, pasportda esa turmushga chiqqandan keyingi familiya. Pensiya tayinlashda bu bir odam ekanini tasdiqlash kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganligi haqidagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotlarini aniqlashtiring. Pensiya miqdorini hisoblashda ayrim davrlar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Eski korxonadan yoki arxivdan ish haqi haqida
ma'lumotnoma olishga to'g'ri keladi. Ba'zan odam stajni tasdiqlaydi. Lekin ish haqi ma'lumoti topilmagani uchun pensiya miqdori kutilganidan past chiqadi. Shuning uchun faqat necha yil ishladim emas, qanday oylik bilan rasmiy ishladim degan savolni ham o'zingizga bering. 7-qadam. Agar rad javobi kelsa, jim turmang. Pensiya tayinlashda biror davr stajga kiritilmasa yoki arizangiz rad etilsa, siz yozma javob talab qilishga haqlisiz. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi asos bilan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tan olinmadi? Barchasi yozma ravishda ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz qo'shimcha hujjat topshirishingiz, yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz yoki zarur bo'lsa sud tartibida huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. 8-qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga oldindan boring. Ko'pchilik faqat pensiya yoshiga yetgandan keyin boradi. Aslida oldindan maslahat olish mumkin. O'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi, mavjud ma'lumotnomalar, harbiy bilet, diplom, farzandlar hujjatlari kabi hujjatlarni olib boring. Mutaxassis sizga qaysi davrlar bo'yicha savol chiqishi mumkinligini aytib beradi. Bu sizga vaqt yutish imkonini beradi. 9-qadam oila a'zolaringizning hujjatlarini ham tekshiring. Faqat o'zingiz emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz haqida ham o'ylang. Ba'zan onamiz yoki otamiz hammasi joyida deydi, lekin mehnat daftarchasini ochib qarasangiz, 8 yil ish davri noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Vaqtida aniqlansa, tuzatish mumkin. Pensiyaga bir hafta qolganda esa hamma eshikni taqillatishga to'g'ri keladi. 10-qadam barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, shartnomalar, buyruqlar, ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi haqidagi hujjatlar, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlarni skaner qilib, telefoningizda, elektron pochtangizda yoki bulutli xotirada saqlang. Qog'oz yo'qolishi mumkin, uy ko'chishi mumkin, arxiv topilmasligi mumkin. Lekin sizda nusxa bo'lsa, keyin tiklash osonroq bo'ladi. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Pensiya masalasida eshitdim, qo'shnim aytdi, telegramda yozishdi degan gaplarga ishonib qolmang. Har bir odamning holati alohida. Bir odamga pensiya tayinlanmasligi boshqa hamma pensiyasiz qoladi degani emas. Bir odamning 2 yil staji yetmagan bo'lishi mumkin. Boshqasida 3 yil rasmiy staj bor. Bir ayolning hujjati yo'qolgan bo'lishi mumkin. Boshqasida hamma hujjat joyida. Shuning uchun umumiy va'ma emas, aniq tekshiruv kerak. Agar siz yosh bo'lsangiz ham bu video sizga tegishli. Chunki pensiya 6 yoshda boshlanadigan mavzu emas, pensiya 20 yoshda. 25 yoshda birinchi ishga kirgan kundan boshlanadi. Siz bugun rasmiy ishlasangiz, ertangi huquqingizni himoya qilasiz. Siz bugun konvertdagi oylikka rozi bo'lsangiz, ertaga pensiya miqdoringizga o'zingiz zarar qilgan bo'lasiz. Siz bugun hujjatni tekshirmasangiz, ertaga arxiv eshiklarida yurasiz. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugundan harakatni boshlang. Bir daftar oling va ishlagan joylaringizni yillar bo'yicha yozing. Qaysi korxona, qaysi yildan qaysi yilgacha qaysi lavozim, hujjat bormi yoki yo'qmi? Keyin har birga belgi qo'ying. Tasdiqlangan, tekshirish kerak, arxiv kerak, ish haqi ma'lumoti kerak. Mana shunday tartib bilan yondashsangiz, muammo kamayadi. Hamma narsani xotiraga tashlab qo'ymang, yozib boring. Demak, bugungi asosiy xulosa shuki, hammaga pensiya bo'lmaydi degan vahimali gapni to'g'ridan to'g'ri tushunmaslik kerak. Pensiya olish uchun qonuniy talablar bor. Yosh, staj, rasmiy hujjatlar va tegishli to'lovlar. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlari joyida, staji yetarli bo'lsa, u vahima qilmasin, lekin baribir oldindan tekshirsin. Kim norasmiy ishlagan, hujjatlari yo'q, korxonasi yopilgan, stajida bo'shliq bor bo'lsa, bugundan harakat qilsin. Men sizga maslahat beraman. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlarni ko'ring. Ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qiling. Arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat oling va hech qachon og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning huquqiy natijasi. Uni himoya qilish uchun bugun hushyor bo'lish kerak. Sizning holatingiz qanday? Rasmiy stajingiz bormi? Mehnat daftarchangizda muammo chiqqanmi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir pensiyasini, kimningdir huquqini, kimningdir yillar davomida qilgan mehnatini saqlab qolishi mumkin.